necha akfa oynalarni ruchkasi shu holatda ko'rsatilib turadi. Qozog'istonga, Rossiyaga borgan og'alarimiz yaxshi biladi. Bu yonda oynaning ruchkalari bunday holatda ko'rsatilib turmaydi. Nechun bizda shunday? Sababi oynalar 3 xil turda ishlab chiqariladi. Ekonom variant, standart, premium variantda ishlab chiqariladi. Bizda aksar holatda oynalar ekonom variantda ishlab chiqariladi. Sababi oynani ruchkasi ko'rsamay turish uchun, ilinganda ko'rsamay turish uchun bundan ko'rsatib turibdi. Shu ruchka ko'rsamay turish uchun o'zini legirovka, takos degan narsalar bo'ladi. Shu narsa qo'yilmasa, ruchka yumush holatda yana ko'rsatib turadi. Bu narsa ham ortiqcha mablag' bo'ladi. Uni qo'yish uchun vaqt sarflash kerak bo'ladi. Legirovkani tuzib qo'yib yurishga to'g'ri keladi bu ishlar. Shuning uchun ham vaqt yo'qotmaslik uchun, ortiqcha mablag' sarflamaslik uchun ham qo'yilmaydi. Oynalarni qarag'aningizda agar ruchka shu holatda ko'rsatib turgan bo'lsa, bu oynalar ekonom variantda ishlab chiqarilgan bo'ladi.